Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'at Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bölümünü o'qiyotimiz. Nisa surasi kelgan. Davomlashtiramiz. Imom Buxoriyning rivoyatida Urva ibn Zubayrdan mundaq rivoyat qilinadi. Aisha radhiyallohu anhadan agar yetim qizlarga o'yilinib, adil muomala bo'la olmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrni bera olmasliklaringlardan qo'rqsanglar, uni tark etib, o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2 ni, 3 ni va 4 ni elishinglarga bo'ladi. Agar ularning orasida adil bo'lolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qo'l ostinglardagi cho'llar bilan kifoyalansanglar bo'ladi. Bir xotin bilan kifoyalanish zulm qilmaslikka eng yaqindir degan oyat to'g'riliq so'rgan edim. U jiyanim, bu oyatda deyilayotgani pul mollarini o'zining meliga qo'shib boshqarayotgan tarbiyachining himoyasidagi yetim qiz bo'lib, qizning meli va chiroyi tarbiyachini qiziqtiradi. Tarbiyachi boshqalar u qizga o'ylansa, berish tegishli bo'lgan to'yliqni to'liq ado qilmayla, u qizga o'ylanmoqchi bo'ladi. Bunda kishilar qizning tanishlariga beriladigan to'yliqni eng yuqori o'lchamda to'liq ado qilmay turib, u qizlarga o'ylanishdan cheklanib, uningdan boshqa o'zlari yoqtiradigan boshqa ayollar bilan o'ylanishga buyurildi. Bu oyat tushgandan keyin kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ayollar to'g'riliq fatvo so'ragan edi. Alloh taolo: "Ey Muhammad, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh fatvo beradi." Qur'onda sizlarga tilovat qilingan ayollarning mirosiga oid oyatlarni fatvo beradi. Shundoq yetimlar to'g'risida fatvo beradiki, ularning tayin qilingan mirosini bermaysizlar. U ayollarga o'yinishga qiziqmaysizlar. Bo'zaq qilinadigan bolalar va yetimlarga haqqoniy bo'lishinglar haqida fatvo beradi. Ayollarga va yetimlarga qanday yaxshilik qilsanglar, shubhasizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuningga asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi degan oyatni tushirdi. Ya'ni biringlar o'z tarbiyasidagi yetim qizning puli ko'p, chiroyi go'zal bo'lsa, uningga mahraqini to'liq berib, amriga elishni xohlaydi. Puli oz, o'zi chiroyli bo'lmagan yetim qizlarni bo'lsa, olmay tashlab qo'yib, boshqa ayollarni elishidi. Shunga ularga qiziqmaganda olmay tashlab qo'yganidek, qiziqqan ahvoldami to'yliqni to'liq ado qilmaguncha ularga o'yinishdan cheklandi dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Urva ibn Zubayrdan rivoyat qilinadiki, u Aisha radhiyallohu anhadan Alloh taolaning agar yetim qizlarga o'yilinib adil muomalada bo'la olmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrni bera olmasliklaringlardan qo'rqsanglar, uni tark etib, o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2 ni, 3 ni va 4 ni elishinglarga bo'ladi. Agar ularning orasida adil bo'la olmasliklaringlardan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qo'l ostinglardagi cho'rlar bilan kifoyalansanglar bo'ladi. Bir xotin bilan kifoyalanish zulm qilmaslikka eng yaqindir degan oyat to'g'risida so'rgan edi. Aisha uningga: "Ey jiyanim, oyatda deyilayotgani pul mollarini o'zining meliga qo'shib boshqarayotgan tarbiyachining himoyasidagi yetim qiz bo'lib, qizning meli va chiroyi tarbiyachisini qiziqtirdi. Tarbiyachi boshqalar u qizga o'ylansa bera oladigan to'yliqni to'liq ado qilmayla, u qizga o'ylanmoqchi bo'ladi. Bunda kishilar qizning tanishlariga beriladigan to'yliqning eng yuqori o'lchamda to'liq ado qilmay turib, u qizlarga o'ylanishdan cheklanib, o'zlari yoqtirgan boshqa ayollarga o'ylanishga buyurildi. Bu oyat tushgandan keyin kishilar payg'ambar alayhissalomdan ayollar to'g'riliq fatvo so'ragan edi. Alloh taolaning: "Ey Muhammad, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh fatvo beradi." Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning mirosiga oid oyatlarmi fatvo beradi. Shundoq yetimlar to'g'risida fatvo beradiki, ularning tayin qilingan mirosini bermaysizlar. U ayollarga o'yinishga qiziqmaysizlar. Bo'zaq qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqoniy bo'lishinglar haqida fatvo beradi. Ayollarga va yetimlarga qanday yaxshilik qilsanglar, shubhasizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuning asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi degan oyat nozil bo'ldi. Bu oyatdagi tilg'anilgan sizlarga tilovat qilingan oyatlar bo'lsa, Alloh taolaning agar yetim qizlarga o'yilinib adil muomalada bo'la olmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrni bera olmasliklaringlardan qo'rqsanglar, uni tark etib, o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2 ni, 3 ni va 4 ni elishinglarga bo'ladi. Agar ularning orasida adil bo'lmasliklaringlardan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qo'l ostinglardagi cho'rlar bilan kifoyalansanglar bo'ladi. Bir xotin bilan kifoyalanish zulm qilmaslikka eng yaqindir degan oyatidir. Alloh taolaning
U ayollarga o'yinish qiziqmaysizlar degan yana bir oyatning ma'nosi bo'lsa, ya'ni biringlarning o'z tarbiyasidagi puli oz, o'zi chiroyli bo'lmagan yetim qizga qiziqmasliklarini demakchi. Ularning puli oz, o'zi chiroyli bo'lmagan qizlarga qiziqmaydigan tarafi bo'lg'achqa, pul meliga qiziqadigan qizlarning to'yligini to'liq ado qilmaguncha ularga o'yinishdan cheklandi. İmam Buxariyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Alloh taolaning yetimga vasiy bo'lganlardan kimki boy ekan, yetimning mol-mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Kimki yo'qsil ekan, u o'z emkining haqqi uchun muvofiq miqdorda yesin degan oyati yetimning molidan xabar oladigan faqir kishi haqida nozil bo'lgan. U yetimning ahvolidan xabar olganligi uchun uning molidan muvofiq miqdorda yeyisi bo'ladi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Ba'zilar taqsimot vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimlar va miskinlar hozir bo'lsa, ularga buningdan, ya'ni tarakidan ularning ko'nglini elish uchun bir oz narsa beringlar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Ya'ni bu kichiklarning meli bizning emas deganga o'xshash o'zlarini aytinglar degan oyatni amaldan qoldirilgan deb gumon qiladi. Allohning nomi bilan qasamki, bu oyat amaldan qoldirilmagan. Lekin bu yerdagi masala shuki, kishilar bu oyatning taqozosi amal qilmay, sal qaragan, mirosga egdorchilik qilg'uvchilar mundaq ikki xil bo'ladi. Biri miros tegadiganlar, yana biri miros tegmaydiganlar. Miros tegadiganlar mirosxo'r emas tuqqanlarga mirosni ozroq beralaydi. Miros tegmaydiganlar bular yetim bolalarning mol-mulkiga vaqtli egdorchilik qilib beradi. Miros olmaydigan tuqqanlarga chiroyli so'z qilib, "Mening sana mirosdan bir narsa berish salohiyatim yo'q" deydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Mening 7 qiz qarindishim bor edi. Bir kuni og'rib yetib qoldim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam meni yo'qlab kelib, yuzimga sufladi, o'shimga keldim va: "Ey Rasululloh, men och sing'illarimga melimning 3dan birini vasiyat qilaymi?" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhisalom ihson qil dedi. Men yerimini vasiyat qilaymi desam, yana ihson qil dedi. Ondan yenimdan chiqib ketib o'tib: "Ey Jabir, men seni mush kasalda o'lib ketadi deb qaramayman." Allah Taala ayet nazil qilib, sening och sing'illaringning nasibini bayon qildi va ularga 3dan 2 o'lishini belgildi dedi. Jabir har doim: "Ey Muhammad, sendan ota-onasi bolasi yo'q meyitning mirosi to'g'riliq fatvo so'rashidi. Aytqinki, Alloh ota-onasi bolasi yo'q kishi qoldirgan miros to'g'risida fatvo beradi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, bolasi bo'lmasa, faqat bir hemshirasi bo'lsa, u tarikaning yarmini oladi. Agar u ayolning bolasi bo'lmasa, har bir tuqqani uning varisi bo'ladi. Ya'ni mirosning hammasini oladi. Agar 2 hemshirasi bo'lsa, ular tarikining 3dan 2sini oladi. Agar varisi ham er, ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hassasi beriladi. Adashmasliqlar uchun Alloh sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib beradi. Alloh hamma narsani bilguchidir degan oyat men to'g'riq nozil bo'lgan deydi. İmam Buxoriydagi yana bir rivoyatda mening 9 hemshiram bor edi deb kelgan. İmam Buxoriyning rivoyatida Muhammad ibn Munkadir radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Men Jabir radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini anglagan edim. Men kasal bo'lib, hech narsani to'ymaydigan holat yatatdim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam meni yo'qlab kelib, tahorat olgandan keyin tahorat suyini men qo'ygan ekan, o'shimga keptiman. Men o'shimga kelgandan keyin: "Ey Rasululloh, mening qiz qarindoshlarimdan boshqa varislarim yo'q. Miros kimga qoladi?" deb so'radim. Ko'p o'tmay miros oyati nozil bo'ldi. İmam Muslim'deki yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhissalom menga javob bermadi. Keyin bu masala haqida Alloh taolo buni oyat nozil qildi. Ey Muhammad, sendan ota-onasi, bolasi yo'q meyitning mirosi to'g'riliq fatvo so'rashidi. Aytqinki, Alloh ota-onasi, bolasi yo'q kishi qoldirgan miros to'g'risida fatvo beradi. Tirmizidagi sahih bir rivoyatda mundaq kelgan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Rasululloh, men mol-mulkimni bolalarim orasida qanday taqsim qilaman?" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom javob bermadi. Ondan Alloh taolaning: "Alloh bolalaringlarga tegadigan miros haqida tavsiya qiladi-ki, bir erga 2 ayolning hassasi tegadi. Agar meyitning qizi 2 yoki 2dan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga mirosning 3dan 2si tegadi. Agar varis bir qiz bo'ladigan bo'lsa, uningga mirosning yarmi tegadi. Agar meyitning bolalari bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasining har biriga mirosning 6dan 1 tegadi. Agar uning bolalari bo'lmay, mirosga faqat uning ota-onasi varis qildigan bo'lsa, bu chaqda uning onasiga mirosning 3dan 1 tegadi, qolgani otasiga tegadi.
Agar meyitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlari bo'lsa, onasiga mirosning 6dan biri tegidi. Qolgani otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyat o'rinlangan va qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Ota-onalar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisining qaysisining manfaat jihatdan o'zingizlarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Allah tarafidan bekitilgan belgilamadir. Allah haqiqatan hamini bilguchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir degan oyati nozil bo'ldi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ubade ibn Samit radıyallahu anhu'dur rivayet kılınadı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Menden zinaga belgilengen hükümni tapşırıp elinglar. Menden zinaga belgilengen hükümni tapşırıp elinglar. Allah Taala ular zina qilguvchilarga aniq jazo belgiladi. To'y qilmagan yigit bilan to'y qilmagan qiz zina qilgan bo'lsa, 100 darra urilib 1 yil fa'alanadi. Agar o'ylangan er kishi bilan yotliq bo'lgan cho'kan zina qilgan bo'lsa, 100 darra urilib çalım kesak kılındı. İmam Bukhari'nin rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma Allah Taala'nın ey müminler ayollarga zorluk kılıp ularını miras kılıp almak yani bir adamın kuludan yani bir adamın kulu ötüp durduğun mal ornunu kılıp almak sizlerge durus bulmaydı. Ular ochiq bir fahish ishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahridan bir qismini bo'lib olish uchun ularga besim ishlatmanglar degan oyat haqida mundaq degan. Jahiliyat davrida bir kishi o'lib qolsa, eng yaqin tuqqanlari uning ayoliga igdorchilik qiladi. Xolisa uni xotin qilib oladi, xolisa boshqalarga yotliq qilib o'tadi. Xolisa yotliq qilmay tashlab qo'yadi. Demak, u ayolga igdorchilik qilishda ayolning tuqqanlaridan vakrak huquqliq edi. Bu oyat shuning uchun nozil bo'lgan. Abu Davud'un Hasan ve Sahih rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma Allah Taala'nın ey müminler ayollarga zorluk kılıp ularını miras kılıp almak yani bir adamның kuludan yani bir adamның kuluga ötüp turadigan mal ornini kılıp almak sizlerge durus bolmaydı. Ular ochiq bir fahish ishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahrdan bir qismini yo'lovlash uchun ularga besim ishlatmanglar. Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin degan oyat haqida mundaq deydi. Buning sababi shuki, jahiliyat davrida bir kishi o'lib qolsa, eng yaqin tuqqanlari uning ayolini o'zining miros qilib olib, uni o'lganga qadar yotliq bo'lg'ili qo'ymaydi. Agar yotliq bo'lmoqchi bo'lsa, eridan olgan mahri haqqini erining tuqqanini qaytarib berish kerak edi. Shunga Alloh taolo yuqorqi oyatni nozil qilib, ularni shunday qilishdan to'sdi. Abu Davud'un senede Hasan rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma Allah Taala'nın ey müminler bir-biringlarning mallarini o'g'irlik, xiyonat qilish, bulash, jazonxo'rlik, qimor o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yavilmanglar. Ikki taraf rozi bo'lishib qilishgan savdo-sotiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ldirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir degan oyat haqida mundaq deydi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin kishilar birarsining uyida tamoq yeyishdan tortinadigan bo'lib qoldi. Shuningdan keyin Nur surasiga buni oyat burunqi oyatning hukmini amaldan qoldirdi. Ey insonlar, sizlar o'z uylaringlarda, ya'ni erlaringlarning, ayollaringlarning uylarida, otalaringlarning uylarida, onalaringlarning uylarida, qarindoshlaringlarning uylarida, hamshiranglarning uylarida, ya atanglarning, qarindoshlarining uylarida, ya atanglarning hamshiralarining uylarida, ya ananglarning qarindoshlarining uylarida, ya ananglarning hamshiralarining uylarida, ya sizlar ochqushlarni boshqaradiganlarning uylarida, ya'ni uy egisi sirtqa chiqib ketib, uy bilan ochqushni sizlarga topshirganlarning uylarida, ya do'stlarning uylarida ijozatsiz bir nima yeysanglar gunoh yo'qdir. Sizlar to'plashib yeysanglarmi yoki yakka yeysanglarmi gunoh yo'qdir. Bu oyat tushishdan ilgari bir boy kishi, yana bir boy kishini tamoqqa chaqirsa, chaqirilgan boy kishi "Men sening tamoqingni yeyishni gunoh deb qarayman. Bechora miskinlar mendan aqlliroq" deydi. Nur surasiga oyat tushgandan keyin Allohning nomi atilgan yoki ahli kitobning tamoqi bo'lsa, yeyish halol qilindi. Tabaranining Al-Kabirdagi raviylar ishonchli rivoyatida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuma bu oyatning hukmi amaldan qoldirilmagan degan. Tirmizining sanadi sahih rivoyatida
Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u erlar jihad qiladi, ayollar jihad qilmamdikan, nemishqa bizga mirosning yarmi tegadikan degan edi. Alloh taolo: "Ey mu'minlar, Alloh sizlarga bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzidan arzu qilmanglar. Erlar qilgan amallardan asdar bo'ladi, ayollarmi qilgan amallardan asdar bo'ladi. Allohdan uning fazlini tilanglar. Allah beradi. Allah haqiqatan hamma narsani bilguchidir" degan oyatni nozil qildi. Mujahid mundaq deydi: Alloh taolo buni oyatni Ummu Salama radhiyallohu anha haqida nozil qildi. Musulmon erlar va musulmon ayollarga, mu'min erlar va mu'min ayollarga, taat ibodat qiluvchi erlar va taat ibodat qiluvchi ayollarga, rostchil erlar va rostchil ayollarga, sabr qiluvchi erlar va sabr qiluvchi ayollarga, Allohdan qo'rquvchi erlar va Allohdan qo'rquvchi ayollarga, sadiqa berguchi erlar va sadiqa berguchi ayollarga, ro'za tutuvchi erlar va ro'za tutuvchi ayollarga, nafslarini aromdan saqlovchi erlar va nafslarini aromdan saqlovchi ayollarga, Allohni ko'p zikr qiluvchi erlar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Ummu Salama radhiyallohu anha Madinaga birinchi bo'lib Kajvaga o'ltirib hijrat qilgan ayol edi. Imom Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning har bir odamga egillarini qildik degan oyatni varislarini qildik deb tafsir qilgan va sizlar ahli paymon qilishib qarindosh bo'lgan kishilar degan oyat haqida mundaq degan: Muhacirlar Madinaga hijrat qilib kelganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni ansarlarga qarindosh qilib qo'yg'achqa, ular ansarlardan tuqqanlarining o'rnida miros oladi. Keyin Alloh taolaning har biriga varislarni qildik degan oyat tushganda, Alloh taolaning sizlar ahli paymon qilishib qarindosh bo'lgan kishilarga ularning nasibasini beringlar degan oyatdan miros elish hukmi amaldan qoldirilib, o'zaro yordam berish, hamkorlashish va nasihat qilishlar qolib qoldi. İmam Malik'nin İbn Mulaqqin sahihtur degan rivoyatida rivoyat qilinadi ki Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu Alloh taolaning agar er xotin ikkalarining inoqsiz bo'lib qolishdan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqani kishini, xotinning tuqqanlaridan bir haqqani kishini avatinglar. Allah agar bu ikki kishini aplashtirishni xohlasa, er xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Allah haqiqatan hammasini bilguchidir, hammadan xabardardir degan oyatdagi ikki haqqani kishi to'g'risida ularning er xotin ikkisini ayirib o'tish yoki yarashtirib qo'yish huquqi bo'ladi degan. Imom Malik mundaq deydi: Bu ahli ilmlardan men anglagan eng yaxshi qarashdir. Ya'ni ikki haqqani kishining er bilan ayol o'rtasida chiqargan ayrilish yoki yarashish to'g'risidagi hukmi inovatga ega. İmam Müslim'nin rivayetinde Enes ibn Malik radhiyallohu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni aslab ziyoda qiladi. O'z zergoyidan buyuk ajr, ya'ni jannat ado qiladi degan oyatni mundaq tafsir qilgan. Allah Taala yaxshilik qilgan mu'minga zarracha zulm qilmaydi. Ya'ni uning qilgan yaxshilik uchun dunyo va oxiratlik ajr ado qiladi. Ammo kafirning yaxshiligining mukofoti bu dunyoda beriladi. Lekin oxiratda savob olgudek hech qanday yaxshilik bo'lmaydi. Tirmizining sahih rivoyatida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abdurrahman ibn Avf bizni ziyofatga chaqirib aroq qo'yib berdi. Taza masxish bo'lgan vaqtimizda namoz vaqti kirib qoldi. Ular meni imomlikqa chiqardi. Namozda sura Kafirni o'qidim. Ammo ezib ketib, sizlar cho'qinayotgan butlarga men cho'qinmayman degan oyatni sizlar ibodat qilayotganga bizim ibodat qilamiz deb o'qib soldim. Ko'p o'tmay Alloh taolo: "Ey mu'minlar, sizlar mas bo'lsanglar, nima da'vat qilinglarni bilganinglargacha, junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno, g'usl qilmoqcha namozga yaqinlashmanglar. Agar kasal, ya'ni kasalga suv ziyon qiladigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundaq ahvol ostida suv topolmasanglar, pok tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Allah haqiqatan afu qiluvchidir, mag'firat qiluvchidir. Ya'ni Allah bandalarga haraj bo'lmaslik uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir" degan oyatni nozil qildi. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning: "Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar"
degan oyat to'g'risida mundaq degan. Bu oyat Abdullah ibn Uzafa ibn Qays ibn Adiqqa tushgan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni bir qo'shinga boshliq qilib bir yerga avatgan edi. Imom Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma faqat erlardan, ayollardan, balalardan chorasiz qolgan, ya'ni hijrat qilish chora topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno degan oyatni o'qigandan keyin onam ikkimiz Alloh taolo mushu oyatda tilga olgan hijrat qilish chorasiz musulmonlar qatoridan edik degan. Nesai'ning sanadi sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Abdurrahman ibn Avf bir necha amrohi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, "Ey Rasululloh, biz mushrik chig'imizda izzat yashaydik, iymon etgandan keyin xorliqqa duchor bo'ldik" degan edi. Ya'ni kofirlar bilan urush qilishga ijozat so'ragan edi. Payg'ambar alayhisalom, "Men afu qilib o'tishga buyurildim, shun urushmanglar" dedi. Alloh taolo biz musulmonlarni Madinaga hijrat qildirgandan keyin bizni urush qilishga buyurdi. Ular urushmay turib oldi. Shuning bilan Alloh taolo, "Ey Muhammad, ularga, ya'ni Makkada turib urushni talab qilganlarga, urushdan qulinglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar" degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan? Bularga jihad farz qilingan chaqda ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdan battarroq qo'rqidi. Ular o'limdan qo'rqib, "Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihodni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay kelgan ajalga ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetkish ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi?" dedi. "Ey Muhammad, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir, ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi, ya'ni qilgan amalinglarning savobi kamaytirilmaydi" degan oyatni nozil qildi. Tabaranining Al-Kabirdagi raviylari sahih hadisning raviylari bo'lgan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Barza Aslami Yahudiylarning o'rtasida talash-tortish qilingan masalalarga hukm qilib qo'yilgan kahin edi. Bir kuni musulmonlardan bir qism kishilar uning qishig'iga davolashib bordi. Shuning bilan Alloh taolo "Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavrat va Injilga iymon keltirdik" deb olgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'lyotdi. Albuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni chunqur ozdirishni xohlaydi. Ular, ya'ni munofiqlarga Alloh nazil qilgan kitob tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq o'zi o'rganligini ko'rsan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chaqda sening oldinga kelib, Alloh bilan qasam qilgan holda, "Biz faqat yaxshilikqa yarashishni iroda qilgan edik" deganlarning holi qanday bo'ladi? degan oyatlarni nozil qildi. Abu Ya'laning Mavsilidagi raviylar ishonchli rivoyatida Hasan Basriyning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Alloh taolaning sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texim yaxshi salom bilan javob qaytaringlar degan so'zi mu'minlar uchun yoki uning salomini aynan qaytaringlar degan so'zi bo'lsa, kofirlar uchundir. İmam Müslim'nin rivayetinde Said ibn Cübeyr'den mundaq rivayet kılındı. Men İbn Abbas radıyallahu anhumadan bir müminni qasdan öldürgen kişinin tevbis qobul bulamdı deb sorgan edim. O, "Yo'q" dedi. Şunun bilan men onunğa, ular Allohga ikkinchi bir ma'budni shirik qilmaydi. Alloh harom qilgan naq odam o'ldirish ishini qilmaydi, sino qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladigan oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uning g'aslab azob qilinadi. U menga azob ishida qarlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qayilmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilik almashtirdi. Alloh to'liq mag'firat qiluvchidir va marhamat qiluvchidir degan oyatlarni o'qib bergan edim. U munaq dedi. Bu oyatlar Makkada tushgan bo'lib, bularni Madinada tushgan buni oyat amaldan qoldirgan dedi va kimki bir mu'minni qasdan o'ldiradigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi degan oyatni o'qidi. İmam Müslim'nin yana bir rivayetida kelishicha Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan:
Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan naq odam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uning aslab azob qilinadi. U mangu azob ishida qolgangan holda qoladi degan oyatlar Makka da nozil bo'ldi. Shuningdan keyin mushriklar biz Allohning o'rniga boshqa narsaga ibodat qilgan, Alloh o'ltirishni harom qilgan jonni o'ldirib, zina fohishlarini qilgan tursak, islomga kelganimizning bizga foydasi yo'q ekan deyishgan edi. Alloh taolo faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Alloh ularning gunohlarini yaxshilik almashtiradi. Allah to'liq mag'firat qiluvchidir va marhamat qiluvchidir degan oyatni nozil qildi. Ammo islomga kirib, dinni tushunib turib, qasdan odam o'ldirgan bo'lsa, uning tavbasi qabul qilinmaydi. Nasaining sahih rivoyatida Salim ibn Abu Jaiddan mundaq rivoyat qilinadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mu'minning qasdan o'ldirib o'tgandan keyin tavba qilib, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan va to'g'ri yo'lda mangan kishi haqida so'ralgan edi. U mundaq dedi: Onunğa nədə tövbe bolsun? Mən Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamның qiyamet günü öldürülgən mümin boyun tomurlarından qan aqqan, qatilға esilib alğan halətdə kelib, "Ey Rabbim, bunundan sorab baqqan, bu meni nim səbəbdən öldürübdü?" deydi. Deganligini anlagan edim. Allah'ның namı bilan qasamki, Allah Taala'nın kimki bir müminni qasdan öldüradigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allah'ның g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Allah onunğa ahiretdə qattiq azab tayyorlaydi degan oyati amaldan qoldirilmadi. Abu Davudning Hasan va Maqtu rivoyatida Abu Mijlaz Allah Taala'ning kimki bir mu'minni qasdan o'ldiradigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Allah onunğa ahiretdə qattiq azab tayyorlaydi degan oyat haqida mundaq degan: Jahannam uning jazosi, ammo Allah uni kechirib o'tishni xolis kechirib o'tadi. Imom Muslimning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. G'azotga ketayotgan bir to'p musulmonning oldiga bir qo'ychi uchrab qoldi. Qo'ychi ularga "Assalomu alaykum" degan bo'lsa-mu, musulmonlar uni o'ldirib o'tib, qo'ylarni elib olgan edi. Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Ey mu'minlar, Alloh yo'liga, ya'ni g'azotga otilgan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mu'min yoki kofirlikni aniq bo'lguncha ko'ltirishga aldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab, "Sen mu'min emassan" demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ldirib o'tmanglar. Allohning dargohida mundaqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qiladigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savoblar bor. Ilgari sizlarmi ana shunday kofir edinglar. Keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ularga o'zinglarga silishtirib, haqiqatlab ish qilinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Imom Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning mu'minlardan uzrsiz jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Allah mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilarni jihadga chiqmaganlardan birida ustun qildi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni o'zrisi bo'lib jihadga chiqmaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Allah jihad qiluvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi degan oyat to'g'risida Badr urushiga chiqmaganlar bilan chiqqanlar barobar bo'lmaydi degan. İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Asvad Muhammad ibn Abdurrahmondan mundaq rivoyat qilindi. Ibn Zubayrning zamonida Madina xalqidan bir rota askar yig'ish uchun qaror olindi. Men bu fidoyi bo'lib qatnashish uchun tizim qoldirdim. Ondan Ibn Abbas radhiyallohu anhuning azodgarisi Ikrimaga uchrab qolib, askarlikka tizimlatganligimni so'zlab bergan edim. U meni bu ishdan qattiq to'sib mundaq dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu men mundaq so'zlab bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning davrida ba'zi musulmonlar Payg'ambar alayhissalomga qarshi urush qilgan dushmanlar bilan bir saf turib, ularning sonini oshirib beradi. Urush jarayonida ba'zilari o'q tegib, ba'zilariga qilich chepilib ketib, o'lib ketadi. Shuning bilan Alloh taolo o'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib, kuffarlar bilan birga turuvchilarning jonlari farishtalar tomonidan ilingan chaqda, farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holat edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar, Allohning zamini keng emasmidi deydi.
Ana shu hijrat qilmaganlarning joyi, bardigan joyi jahannamdir. Jahannam nimdagi yomon joy degan oyatni nozil qildi. Abu Ya'laning Mevsilide rivayet qilgan raviler ishonchli rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilingan. Zamra ibn Jundub hijrat qilmoqchi bo'lib, bola chaqalariga meni mushriklarning ziminidan elib chiqib, payg'ambar alayhissalomning qishiga opiringlar dedi. Lekin Madinaga yetib bora olmay yo'lda vafot bo'ldi. Shuning bilan kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u ziminga chiqish yo'li va kengashlik topadi. Kimki uydan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Allah nihayet mağfiret qiluvchidir va nihayet mehribondir degan oyat nozil bo'ldi. Imom Muslimning rivoyatida Ya'la ibn Munya radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Safarga chiqqan vaqtinglarda kafirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafirlar sizlarga haqiqatan o'p-ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib sizlarni o'ldirib o'tishdan yanmaydi degan oyat haqida Umar ibn Xattobga musulmonlar endi omonlikqa erishdi-ku desam, u mundaq dedi. Sen hayron qolgan ishdan men hayron qilib, uni payg'ambar alayhissalomdan so'rasam, menga bu Alloh sizlarga bergan sadiqadir. Allohning sadiqasini qabul qilinglar deb javob bergan edi. Tirmizining Hasan rivoyatida Qatada ibn Nu'man radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bani Ubayriq deb atalgan bir oila bor edi. U oilada Bishir, Bushayr va Mubashshir deb 3 o'g'il bor edi. Bushayr munofiq bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahabalarini haqoratlab, ajviy beytlarini o'qiydi. Ondan o'zi o'qigan beytlarni bu palonning, ma'o palonning deb ba'zi arablarga nisbat beradi. Ya'ni döngab qo'yadi. Bu beytlarni anlagan sahabeler Allohning nomi bilan qasamki, bu beytlarni mush kasafetdan boshqa birisi to'qimaydi. Buni cho'qim Ubayriqning balasi o'qibdi deyshadi. U oila jahiliyat davridimi, islom davridimi nomrodlikda o'tgan, muhtoj oila edi. U chaqlarda Madina xalqining o'ziqi xormi bilan arabidan iborat bo'lib, iqtisodiy ahvoli yaxshi kishilar Shamdan ochliq elib keladigan tijoratchilardan oq un sotib olib, uni o'ziga xos oziqlik qiladi. Ammo bola chaqalariga yanada xormi bilan arpa beradi. Bir kuni tog'am Rifa'a ibn Zayd Sham tijoratchilaridan bir tog'or oq un sotib olib, ambarga qo'yib qo'ydi. Ambarda savut, qilich qatorliq qurol-yaroqlari bor edi. U kechasi o'g'ri kelib, uyni ostidan teshib, ochliq va qurol-yaroqning hammini elib ketibdi. Tong atqanda tog'am Rifa'a qishimga kelib, "Ey jiyanim, bu kecha uyga o'g'ri kelib, ambarni teshib, ochliq bilan qurol-yaroqlarimni o'g'irlab ketdi. Qulim qo'shnilardan ushur egilib, surishti qildik. Kishilar Ubayriq o'g'illari bu kecha o't yoqdi. Ular cho'qim sening ochliqingni apirib pishirib yebdi" deyishdi dedi. Shuning bilan mahallada surishti qilishga boshladik. Ubayriq o'g'illari sizlar izlayotgan o'g'ri Labid ibn Sahldan boshqa bir emas deyishdi. Halbuki u odam aramizda musulmonlarchiligi va diyonati bilan tanilgan bir edi. Ularning gapini anglagan Labid qilchini qinidan sug'urib, "Demak, men o'g'ildim-a? Allohning nomi bilan qasamki, ya bu so'zinglarni isbotlaysizlar, yoki bo'lmasa meninglarga bu qilishni yeysizlar" degan edi. Ular darhol "Bo'ldi, bizdan nari tur, sen o'g'ri emas" deyishdi. Biz yana mahallada surishti qilib yurib, oxiri o'g'irlarning ashular ekanligiga shak shubha qilmaydigan darajaga berib yetdik. Tog'am menga, "Ey jiyanim, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishiga berib bu ishni deb baqsang" dedi. Payg'ambar alayhissalomning qishiga berib mundaq dedim. Aramizdagi tuqqanchilikning haq-hurmatini bilmaydigan ko'ngli qara bir oila tog'am Rifa'a ibn Zaydning ambarini teshib kirib, qurol-yaroqlari bilan ochliqni o'g'irlabdi. Bizga qurol-yaroqlarimizni qaytarib bersin, ochliqqa ehtiyojimiz yo'q dedim. Payg'ambar alayhissalom, "Bo'ladi, bu ishni men o'zim bir taraf qilay" dedi. Ubayriq jamoati buni anglagandan keyin Usayr ibn Urva degan bir odamiga bu to'g'rida ahvol aytishdi. Shuning bilan ashu jamoatdan bir to'p kishi yig'ilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, "Ey Rasululloh, Qatada ibn Nu'man bilan tag'isi bizning ichimizdagi musulmonlarchiligi va diyonati bor bir oilani isbotsiz holda o'g'irlik bilan qaralayotdi" deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan so'zlashga borgan edim. Menga musulmonlarchiligi va diyonati bor bir oilani isbotsiz holda o'g'irlik bilan qaralaganining nimasi dedi. Men o'z-o'zimga, mol-mulkimdan ayrilib ketgan bo'lsammi, payg'ambar alayhissalomga bu to'g'ri so'zlashmagan bo'lgan bo'lsam bo'pti ekan
deb pushaymon qilgan holda qaytdim. Tag'am kelib, "Ey jiyanim, qandoq bo'ldi?" deb so'radi. Uningga payg'ambar alayhissalomning so'zlarini aytib berdim. U yordam tilashga loyiq birdan-bir zot Allohdir, dedi. Uzun o'tmayla Qur'onning buni oyatlari nozil bo'ldi. "Ey Muhammad, seni kishilar orasida Allohning ko'rsatgan bo'yicha hukm qilsin deb, sana haqiqatan kitobni nozil qildik. Xoinlarning tarafini olmag'in." Oyatdagi xoinlar degan so'z Ubayriq o'g'illari qartilgan edi. Qatodagi aytgan so'zlaring uchuq Allohdan mag'firat tilagin. Qatodagi aytgan so'zlaring uchun Allohdan mag'firat tilagin. Ey Ubayriq o'g'illari, Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qiluvchilarning tarbiyini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Allah haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yo'shiradi. Allohdan xijil bo'lib yo'shirmaydi. Ular Allah rozi bo'lmaydigan so'zni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Allah ular bilan birga edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi, so'zini anglab turadi. Ularning qilmishlarini Allah tamoman bilguchidir. Sizlar shunday kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarafini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi? Ya'ni Allohning azobini kim ularni dafi qiladi? Yoki kim ularga homiy bo'ladi? Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat tilab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon ekanligini ko'radi. Ya'ni navoda ular Allohdan mag'firat tilgan bo'lsa, albatta ularni kechirib o'tgan bo'ladi. Kimki qasddan biror gunoh qilsa, uni o'zining ziyni qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Kimki bir kichik gunoh yoki bir cho'ng gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odamga chaplasa, u shu bo'xtonni va o'p-o'chiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ya'ni labitki degan so'zini demoqchi. Ey Muhammad, agar sana Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qimsini ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Sana qilsa ziyon yetkazolmaydi. Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nozil qildi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarini bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. Ularning yo'shirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqqa yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno. Kimki u ishlarning Allohning roziligini tilash yuzidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Bu oyatlar nozil bo'lgandan keyin o'g'ri qurol-yarog'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelib bergan edi. Payg'ambar alayhissalom ularni rifoaga qaytarib berdi. Tag'am jahiliyat davrida yashagan, ham ko'zi arzlab qolgan kishi bo'lg'achqa, men uning haqiqiy musulmon ekanligini gumonlandim. Qurollarni uning oldiga olib borganimda, "Ey jiyanim, bu qurollarni Alloh yo'liga vaqf qilib etdim", dedi. Shundala uning haqiqiy musulmon bo'lganligini bildim. Bu shayr bo'lsa, mushriklarning qiyshiq qechib berib, Said ibn Sumayyaning qizi Sulafaning uyiga tushdi. Alloh taolo bu vaqtda kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nimaga yomon joy? Allah o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradi ekan, u haqiqatan qattiq azg'on bo'ladi degan oyatlarni nozil qildi. U Sulafaning uyiga tushgandan keyin Hassan ibn Sabit radhiyallohu anhu bir qancha bayt orqali Sulafani masxir qilib edi. Sulafa bu shayrning yuk taqalarini elib chiqib Makka sirtidagi sayliqqa cho'ribdi. Ondan ko'zimdan yo'qol. Menga Hassanning baytlaridan boshqa bir yaxshilik hadiya qila olmading, dedi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Alloh taolaning kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon ekanligini ko'radi degan oyat nozil bo'lganda, bu oyatning hukmi musulmonlarga qattiq og'ir keldi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga amal ibodatinglarda o'ttiral bo'linglar. To'g'rini nishonlab ish qilinglar. Musulmon kishining beshiga kelgan har qanday musibat, hatto putlashib ketsimi yoki putuq tikan kirib ketsimi, uning gunohini yuydigan kafarat bo'ladi, dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq deydi.
Savda radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zini taloq qilib o'tishdan ansirab, "Meni taloq qilmay, amringni tutqin. Men navbat kunimni Oyshaga beray" degan edi. Payg'ambar alayhissalom shunday qildi. Shuning bilan Alloh taolaning buni oyati nozil bo'ldi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga baxillik sinib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh sizlarni mukofotlaydi. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Demakki, ayollarning har qanday xususda kelishim hosil qilishi joizdir. Shuning bilan Allohning rahmati bilan Sura Nisoning tafsiriga oid hadislar tugadi. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 6-tomi. Biz tafsir bo'limiga ketib boramiz. Maida surasiga kelgandik. Maida surasining tafsiriga aloqador hadislarni o'qiymiz. İmam Müslim'nin rivayetinde Tariq ibn Şihab'dan mundaq rivayet kılındı. Bir Yahudi Ömer radıyallahu anhu'nun qışığı kelib, "Ey müminlerning amri, sizlar kitobinglardan bir oyatni o'qiysizlar. Navada u oyat biz Yahudilarga nozil qilingan bo'lsa, biz shu kunni Eid bayram qilib olgan bo'lardik" degan edi. Ömer radıyallahu anhu u qaysi oyat deb so'radi. U, "Bugun sizlarning dininglarni butun qildim, sizlarga ne'matimni tamomladim, islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim" degan oyatni o'qigan edi. Ömer radıyallahu anhu, "Men bu oyat nozil qilingan kun bilan joyini obdan bilaman. Bu oyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga juma kuni Arafatda nozil bo'lgan. Ya'ni sen demasangmi bu ikki kun biz musulmonlarning bayramidir" dedi. Tirmizining sahih rivoyatida İbn Abbas radıyallahu anhumadan kelgan yana bir rivayetda bir Yahudi onunğa "Bu oyat biz Yahudilarga nozil qilingan bo'lsa, biz bu kunni Eid bayram kuni qilib olgan bo'lardik" degan bo'lib, Ibn Abbas onunğa "Bu oyat juma kuni va Arafat kunidan iborat musulmonlarning ikki Eid kunida nozil bo'lgan" deb javob bergan. Abu Davudning Hasan rivoyatida Ibn Abbas radıyallahu anhuma mundaq degan: "Allah va uning rasuli bilan urush qildiganlarning, yer yuzida buzg'unchilik qildiganlarning jazosi shuki, ular o'ltirilishi yoki darg'a esilishi yoki o'ng qo'llari va so'l putlari kesilishi yoki surgun qilinishi kerak. Bu, ya'ni jazo ular uchun bu dunyoda rasvolik elib kelguchidir. Oxiratda ular cho'ng azob duchor bo'ladi. Sizlar tutib olishdan ilgari tavba qilganlar bundan mustasno. Bilinglarki, Alloh mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir" degan oyatlar mushriklar haqida nozil bo'lgan. Bununga asosan ular tutib qilishdan burun tavba qilgan bo'lsa-mu, baribir qilmish tufaylidan belgilangan jazoga tortildi. Tavbasi jazoni to'sib qola olmaydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Bara ibn Azib radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldidan yuziga qora surilib, darra urilgan bir Yahudi o'tkazilgan edi. Payg'ambar alayhissalom Yahudilarni chaqirib, "Kitobinglarda zinoxo'rning jazosi mushundaqmi?" deb so'radi. Ular "A" deyishdi. Buningga o'xshash hadislar shariatda belgilangan jazolar bo'limida bayon qilingan. Bu hadisda mundaq kelgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amr qilgan edi, u Yahudiyaga chalım kesak jazosi ijro qilindi. Ko'p o'tmay Alloh taolaning buni oyatlari nozil bo'ldi. "Ey payg'ambar, dillarida ishonmay, og'izlarida iymon aytdik" deb qo'ydiganlar, ya'ni munofiqlardan va Yahudilardan kufrga fursat topsa kufrni izhor qilishga aldiraydigan kishilar seni g'amkin qilmasin. Ular ahbarlar to'qigan yolg'onga quloq soladi. Sana kelmagan, ya'ni o'shlik qilib sening suhbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmga, ya'ni Xaybar Yahudilarining so'ziga quloq soladi. Ular Tavratning so'zlarini joylarini o'zgartirib o'tadi. Ya'ni Allohning ahkomlarini boshqalarga almashtirib o'tadi. Ular agar sizlarga bu hukm berilsa, uni qabul qilinglar. Agar u berilmasa, qabul qilmanglar deydi. Alloh bir kimning gunohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gunohlikni daf qilishga qodir bo'la olmaydi. Dillarini qilmishi qabih bo'lganlikdan kufrdan pok qilishni Alloh xohlamagan kishilar ana shulardir. Ular dunyoda rasvolikqa, oxiratda cho'ng azobga qoladi. Ular yolg'onga quloq soluvchilardir. Para va jazoning o'xshash haromni yeguchilardir. Ey Muhammad,
Agar ular sening oldinga da'volashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Ularning orasida hukm chiqarish yoki ularni yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular san qilsa ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgin. Allah haqiqatan adillarning do'stisidir. Ularning yanida Allohning hukmini o'z ichiga olgan Tavrat tursa, ya'ni Tavratdagi hukmlarni ko'rib turib amal qilmayversa, ey Muhammad, qandoqchi seni hukm qilish taklif qiladi? Ondan keyin, ya'ni haqiqat oshkor bo'lgandan keyin sening hukmingdan yuz o'riydi. Ana shular Tavratqimi, sangami ishonmaguchilardir. Biz haqiqatan Musoga Tavratni nozil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar Yahudilar orasida Tavrat bilan hukm qildi. Yahudilarning zohidlari va ulamolarimi o'zgarishdan saqlashga buyurilgan Kitobulloh, ya'ni Tavrat bo'yicha hukm qildi. Ular Tavratni o'zgarishdan saqlashga nazoratchi edi. Ey Yahudilarning ulamolari, kishilardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni ozbuliq tegishmanglar. Ya'ni pul molga, mansab va parishon oyatlarining hukmini o'zgartirib etmanglar. Kimlarki Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Ular, ya'ni Isroil avlodiga Tavrat shundoq belgiladiki, jonga-jon, ya'ni nahaq odam o'ltirgan o'ltiriladi. Ko'zga ko'z, ya'ni kishining ko'zini nahaq qo'yib o'tgan odamning ko'zi qo'yib o'tiladi. Burunga burun, ya'ni kishining burnini nahaq kesganning burni kesiladi. Quloqqa quloq, ya'ni kishining quloqini nahaq kesganning quloq kesiladi. Tishqa tish, ya'ni kishining tishini nahaq to'kkanning tishi to'kiladi. Va kimki jinoyatchini afv qilsa, ya'ni uningdan qisos olmasa, bu uning gunohiga kafforat bo'ladi. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Ularning, ya'ni Bani Isroil payg'ambarlarining orqasidan o'zidan ilgari nozil qilingan Tavratni, ya'ni uning Alloh tarafidan nozil qilinganligini e'tirof qiluvchi Isa ibn Maryamni avatdiq. Uningga hidoyat bilan nurni o'z ichiga olgan Injilni ato qildik. Injil o'zidan ilgari nozil qilingan Tavratni e'tirof qiluvchidir, ya'ni uningga muvofiqdir. Taqvodorlarga hidoyat va nasihatdir. Ahli Injillar, ya'ni Nasaralar Alloh Injil nozil qilgan ahkomlar bo'yicha hukm qilsin. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir. Bara ibn Azib bundoq deydi. Bu oyatlarning hammasi Yahudilar haqida nozil bo'lgan bo'lib, faqat oxirgi Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir degan oyatlar kofirlar haqida nozil bo'lgan. Abu Davudning sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Madinada Yahudilardan Bani Qurayza va Bani Nazr qabilalari bor bo'lib, Bani Nazr Bani Qurayzadan shon-sharafda ustun turadi. Bani Qurayzadan biri Bani Nazrdan birini o'ldirib etsa, uningga qisos ijro qilinib o'ldiriladi. Ammo Bani Nazrdan biri Bani Qurayzadan birini o'ldirib etsa, uningdan qisos olinmay 100 vasa hurmat o'ldiriladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib avatilgandan keyin Bani Nazrdan biri Bani Qurayzadan birini o'ldirib o'tgan edi. O'ldirilgich taraf qotilni bizga topshiringlar, qisos olamiz desa, qotil taraf payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning oramizda hukm chiqarsin deb turib oldi. Shunda qilib ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishqiga keldi. Bu chaqda agar ular sening oldinga da'volashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Ularning orasida hukm chiqarish yoki ulardan yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular sana qilsa yetkazolmaydi. Chunki Alloh seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgan Alloh haqiqatan odillarning do'stisidir degan oyat nozil bo'ldi. Odillik jonga jon qisos elishdir. Ondan keyin ular jahiliyat davrining hukmini talab qilamdi. Allohga chin ishongan qavmning nazarida hukmda Allohdan odil kim bor degan oyat nozil bo'ldi. Abu Davudning sanadi Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Ey Muhammad, agar ular sening oldinga da'volashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Ularning orasida hukm chiqarish yoki ularni yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular sana qilsa ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgin. Alloh haqiqatan odillarning do'stidir degan oyat nozil bo'lgan edi. Keyin bu oyat amaldan qoldirilib, o'rniga ularning orasida Alloh sana nozil qilgan Qur'on ahkomi bo'yicha hukm qilgan degan oyat nozil bo'ldi.
Abu Davudning sanadi hasan va sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Ey Muhammad, agar ular sening oldinga da'volashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Ularning orasida hukm chiqarish yoki ulardan yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular sana qilishga yetkazilmaydi. Chunki Alloh seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgan. Alloh haqiqatan odillarning do'stidir degan oyat nozil bo'lishdan burun Bani Nazir qabilasidan biri Bani Qurayzadan birini o'ltirayotgan bo'lsa, o'ta o'limning yerimini to'laydi. Bani Qurayzadan biri Bani Nazir qabilasidan birini o'ltirayotgan bo'lsa, to'lamni to'liq to'laydi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni teng barobar qildi. Tabaranining Al-Awsatdagi sanad hasan rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janobi Allohning: "Ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladi ekan, Alloh uning o'rniga Alloh ularni do'st tutgan, ularmi Allohni do'st tutgan, mu'minlarga kuyinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi." Bu, ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidirki, Alloh uni bandalaridan xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilg'ishdir degan oyati haqida so'ralganda mundaq degan: ular Yamandagi Kinda qabilasining yakun aymiqi Nujib jamoatidan bo'lgan bir qavmdir. Tabaranining Al-Kabirdagi raviylar ishonchlik rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Yahudilardan Nabbash ibn Qays degani sening Rabbing bexil degan edi. Alloh taolo Yahudilar Allohning qo'li bog'liqdir, ya'ni Alloh bexildir yoki faqirdir dedi. Yahudilarning qo'llari bog'lansin. Ular bu so'zlar sababli Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Amalda Allohning ikki qo'li ochiqdir. Qanday xolisa shunday beradi degan oyatni nozil qildi. Tirmizining hasan rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taki: "Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkomlarning hammasini yetkazgan. Agar to'liq yetkazmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lsan, Alloh seni kishilarning zengashligini saqlaydi. Alloh haqiqatan kofir qavmni hidoyat qilmaydi" degan oyat nozil bo'lguncha o'ziga muhofazatchi tutadi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin beshini chirdirdan chiqib sahobalarga: "Ey xaloyiq, qaytib ketinglar, Alloh meni qo'g'daydigan bo'ldi" dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, go'sht yesamlar shahvatim qo'zg'alib ayollarga berilib ketadiganman. Shunga men o'zimga go'shtni harom qildim" degan edi. Alloh taolo: "Ey mu'minlar, Alloh sizlarga halol qilgan pok narsalarni tark dunyo bo'lishi yuzasidan o'zingizlarga harom qilmanglar. Alloh belgilab bergan chekdan oshmanglar. Alloh chekdan oshishlarni haqiqatan do'st tutmaydi. Alloh sizlarga rizq qilib bergan halol pok narsalarni yenglar. Sizlar iymon etgan Allohga taqvodorlik qilinglar" degan oyatlarni nozil qildi. Imom Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni yesa, ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa va yaxshi amallarda izchil bo'lsa, ondan harom qilingan narsalarni yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalarni davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qiluvchilarning do'stidir degan oyat nozil bo'lganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga sening shulardan ekanliging uqtirildi degan. Tirmizining rivoyatida sen shulardan degan. Tirmizining sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Aroq harom qilingan oyatlar nozil bo'lganda sahobalar: "Ey Rasululloh, burun aroq ichib o'lib ketganlarning holi qanday bo'lar?" deb so'ragan edi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni yesa, ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa va yaxshi amallarda izchil bo'lsa, ondan harom qilingan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi qiluvchilarning do'stidir degan oyat nozil bo'ldi. Tirmizining sahih rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u: "Ey Alloh, bizga aroq to'g'risida ko'ngil aram topqidek aniq bir hukm chiqarib bergan" degan edi. Baqara surasidagi
Ey Muhammed, senden aroq va qimor to'g'risida so'rashidi. Sen ularga buning har ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ozg'in moddiy foydami bor, lekin ulardagi gunoh foyda qilgan texmi cho'ng degin. Ular sendan nimani sadiq qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojdan ortiq sadiq qilinglar degin. Dunyo va oxiratning ishlarini tafakkur qilsanglar uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga shunday bayon qiladi degan oyat nazil bo'ldi. Umar raziyallohu anhu chaqirilib bu oyat o'qib berildi. U yana: "Ey Alloh, bizga aroq to'g'risida ko'ngil aram topqidek aniq bir hukm chiqarib bergan" degan edi. Nisa surasidagi: "Ey mu'minlar, sizlar mast bo'lsanglar, nima da'vat qilinglarni bilganinglargacha, junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno, g'usl qilmoqcha namozga yaqinlashmanglar. Agar kasal, ya'ni kasallik so'zyan qildigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushunaq ahvollarda suv topolmasanglar, pak tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Alloh haqiqatan afv qilg'uchidir, mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh bandalarga haraj bo'lmaslik uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir" degan oyat nazil bo'ldi. Umar raziyallohu anhu chaqirtilib bu oyat o'qib berilgan edi. U yana: "Ey Alloh, bizga aroq to'g'risida ko'ngil aram topqidek aniq bir hukm chiqarib bergan" dedi. Shuning bilan Maida surasidagi: "Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlar bilan pal ichish shaytonning ishi, paskin qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton aroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi, sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi aroqdan, qimordan yanmamsizlar" degan oyatlar nazil bo'ldi. Umar raziyallohu anhu yana chaqirtilib bu oyat o'qib berilgan edi. U: "Bo'ldi, endi hargiz ichmaymiz, bo'ldi" dedi. Abu Davudning rivoyatida "Mas bo'lsanglar, namozga yaqinlashmanglar" degan oyatdan keyin mundaq kelgan: Namozga takbir tushirilganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning jakartisi "Mas kishilar namozga kelmasin" deb jakarlaydi. İmam Müslim'nin rivayetinde Enes radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gün qıyılgan vaqtda chiqib peşini o'qidi. Ondan munbarda turib qiyomat va qiyomatda bo'lgan cho'ng ishlarni bayon qildi. Ondan savol so'rashni xohlaganlar so'rasin. Mushu o'rnimda bo'ldi ekanman. Har qanday savolinglarga javob beraman dedi. Kishilar qattiq yig'lab ketishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qayta mendan savol so'ranglar deb bergan edi. Abdullah ibn Uzafa Sahmi o'rnidan turib, "Mening dadam kim?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom, "Sening dadang Uzafa" dedi. Payg'ambar alayhissalom yana, "Mendan savol so'ranglar" degan so'zini takrorlagan edi. Umar raziyallohu anhu yukinib o'tirib, "Allohning Rabbimiz, islomning dinimiz, Muhammad alayhissalomning Rabbimiz bo'lganligidan mamnunmiz" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Voy, menga jannat bilan do'zax mushtam tarafda ko'rsatildi. Men jannatdagidek undaq yaxshilikni, do'zaxdagidek undaq yomonlikni ko'rib boqmagan edim" dedi. İbn Şahab'ның rivayet qilishcha, Abdullah ibn Uzafaning onasi ota-onasini "Sendinmi qattiqroq ranjitgan bir bolaning borligini anglab boqmadim. Anangning jahiliyat davridagi ayollarning qiliqlarini qilmaganligiga ishonching bormidi? Anangni butun xaloyiqning oldida rasvo qilmoqchimiding?" deb qaydi. Keyin Abdullah, "Allohning nomidan qasamki, navoda payg'ambar alayhissalom shu chaqda mening dadamning bir qora qo'l ekanligini aytgan bo'lsa, men shuning bolasi bo'lib ketatdim" dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, dadam kim?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Dadang faloni" dedi. Shuning bilan Alloh taolaning: "Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkora qilinsa, sizlarni bearam qilib qo'yadigan narsalar to'g'riliq payg'ambarlardan so'ramanglar. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chaqda ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildiriladi. O'tganda so'rganlaringlarni Alloh afv qildi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, halimdir. Ya'ni osilik qilg'uvchilarni jazolash qoldirib ketmaydi" degan oyatin nozil bo'ldi. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ba'zi kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni masxar qiladigan savollarni so'raydi. Masalan, biri "Mening dadam kim?" desa, tugisini yutirib qo'ygan, yana biri "Tugam qayerda?" deydi. Shuning bilan Alloh ular to'g'risida: "Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkor qilinsa, sizlarni bearam qilib qo'yadigan narsalar to'g'riliq payg'ambarlardan so'ramanglar. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chaqda ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildiriladi. O'tganda so'rganlaringlarni Alloh afv qildi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, halimdir. Ya'ni osilik qilg'uvchilarni jazolash qoldirib ketmaydi" degan bu oyatni oxirgacha nozil qildi. İmam Buxoriyning rivoyatida Said ibn Musayyibdan mundaq rivoyat qilinadi.
Bahira, jahiliyat davrida sütü butlarga atib etilgan, hech kim saqmaydigan tuga. Saiba, yük ortilmaydigan, ilahlarga atab o'z mayli qo'yitilgan tuga edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini so'zlab berdi. Men Amr ibn Amir Xuzaining do'zaxda 3-ni so'rab yurganligini ko'rdim. U tugilarni butlarga atab qo'yib bergan tunji kishi edi. Said ibn Musayyib so'zini almashtirib mundaq dedi. Vasila dastlabki 2 qadamda tishi botlaqilgan tugi bo'lib, arqa-marqa 2 tishi botlaqlalik uchun jahiliyatdagi kishilar u tugini ilahlarga atab qo'yib o'tadi. Ham arqa-marqadan 10 botlaqqa atib bo'lgan erkak tugi bo'lib, ham deb atiladi va ko'cha qo'yib berilib, yuk ortilmaydi. İmam Müslim'nin rivayetinde Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılıdıki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Men Bani Kab cemaatinin bovusi Amr ibn Luhay ibn Qam'a ibn Xindifning do'zaxda 3 ay bag'irlarini so'rayotganligini ko'rdim. İmam Buxariyning rivayetida Ibn Abbas radhiyallahu anhumadan mundaq rivayet qilindi. Bani Sahimlik bir odam, o musulmon edi. Tamim Dari va Adi ibn Badda o chaqlarda bu ikkisi xristian edi. Tamim Dari ve Adi ibn Badda bilan safarga chiqdi va sahmilik odam musulmon yo'q bir yerda o'lib qoldi. U janozasidan burun ishkamraga mollarimni oilasilarga berib qo'yishni vasiyat qilgan edi. U ikkisi uning narsa-keraklarini elib kelganda varislari narsa-keraklarining orasida oltin albirilgan kumush jam yo'qdir deb payg'ambar alayhisalomning oldiga borgan edi. Payg'ambar alayhisalom u ikkisini qasam qildirdi. Ondan jam Makkadan chiqib qoldi. Ular biz jamni Tamim bilan Adi ikkisini setib oldik dedi. Varislardan ikkisi o'rinlardan turib, bizning guvohligimiz albatta ularning guvohligidan to'g'ri. Jam bizning atimizning mulkidir deb qasam qilishdi. Mana shular haqida ey mu'minlar, aranglardan bir kim o'ladigan chig'ida vasiyat qilmoqchi bo'lsa, uningga ichinglardan 2 adil kishi guvoh bo'lsin. Yoki o'z dininglardagilardan guvoh bo'ladigan 2 kishi topilmasa, g'ayri dindagilardan 2 kishi guvoh bo'lsin. Agar sizlar safarda bo'lib, beshinglarga o'lim dashti kelganda, sizlar bu 2 guvohning rostchiligidan gumonlansanglar, namozdan keyin ularni elib qilinglar. Ular biz foydasi qasam qilgan kishilarimiz. Bizning yaqinimiz bo'lgan taqdirdami qasamimizni hech narsaga sotmaymiz. Xudolik uchun bo'lgan guvohlikni yo'shirmaymiz. Agar uni yo'shirsak, biz albatta gunohlardan bo'lamiz, gunohkorlardan bo'lamiz deb Allohning nomidan qasam qilsin degan oyat nozil bo'lgan. Shuning bilan alhamdulillah Maide surasining tafsiriga aloqador hadislar tugadi. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Jonlarni salomat qo'ysin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.